Bilarmidingiz? Inson atrofdagi ranglarning atiga 1%ni ko'radi. Tabiatda esa shunday jonzotlar borki, ular hatto ko'zimiz ilhamaydigan dunyoni ham ko'radi. Mantis krevetkasi dengiz jonzodi yer yuzidagi eng murakkab ko'zga ega. Biz 3 ta rangni ko'ramiz. U 16 ta rang kanalini ko'radi. Ultrabinafsha, infraqizil, hatto polarizatsiyani ham ajratadi. Olimlar uni tabiatdagi eng mukammal ko'z tizimi deb ataydi. Burgut 3-5 kilometrdagi mayda jonivorning hatto qimirlagan panjasini ko'radi. Ko'zidagi sezgir hujayralar biznikidan bir necha barobar ko'p. Haqiqiy tirik teleskop. Ilon. Ba'zi ilonlar issiqlikni ko'radi. Qorong'uda ham odamni tanasidagi issiq joylari bo'yicha aniq ko'ra oladi. Xuddi Predator filmidagi termal kamera kabi. Boyqush tunda odamdan 1000 barobar yaxshi ko'radi. Bir dona sham yorug'ida ham o'ljani aniq topadi. Qurbaqa. Qurbaqa deyarli 360 daraja ko'rish burchagiga ega. Bitta vaqtning o'zida tepani ham, yonni ham, pastni ham ko'radi. Tabiatdagi ko'z mo'jizalari hayratlanarli, ammo eng qadrli ko'z sizniki. Ko'rish sifatida o'zgarish sezsangiz, Visus klinikasiga murojaat qiling.